Kuchli bo'lish sindromi. Aslida bu kuchsizlik. Yordam so'ray olmaslik, bu qo'rquv, rad etilishdan, zaif ko'rinishdan, boshqalarga yuk bo'lishdan qo'rquv. Qo'rquv esa kuch emas, balki ichki kuchsizlikning alomati. Yordam so'rashi mumkin bo'lgan odam o'zi tan oladi, o'z chegarasini biladi, boshqaga ishonadi. Bu esa haqiqiy kuch. Yordam so'ray olmaydigan odam tashqi tomondan kuchli ko'ringan, ammo ichida qo'rquvlari bor inson. Yordam so'ray oladigan odam o'zini qabul qilgan, ichki jasoratga ega inson. Men kuchsizman sindromi psixologiyada aniq termin sifatida ishlatilmasa-da, hayotiy kuzatuv va ichki himoya mexanizmini ifodalash uchun juda mos atama. Inson o'zini doimo kuchli ko'rsatishga majbur sezadi. Men yiqilmayman, men yig'lamayman, men bardoshliman, men chiddayman, men kuchliman degan niqobni taqadi. Aslida esa ichida og'riq, charchoq, yolg'izlik, yordam istagi yashiringan bo'ladi. Yordam so'rashga qiynalish, yolg'iz qolganda ko'p yig'lash yoki ichidan kuyinish, o'zini haddan tashqari temir odamdek ko'rsatish, hamma ishni o'zi bajarishga odatlanish, men zaif emasman degan ichki dialog, bularning barchasi men kuchliman sindromi. Kuchli bo'lishga majbur emassiz. Bu sizga doimiy ruhiy charchoq, yaqinlar bilan chuqur samimiy munosabat o'rnata olmaslik, psixosomatik kasalliklar, qon bosimi, yurak, oshqozon kasalliklari, ba'zan o'zini yolg'iz va tushunmaydigan his qilishga olib keladi. Zaiflikni ham insoniy kuch sifatida qabul qilish bu haqiqiy kuch